g'ururga ketgan obidlar toifasi. Men ibodat qilyapman, boshqalarni ibodatidan ko'ra ko'proq. Lekin bundoq qarasangiz, ko'proq ibodat qilayotgan narsasi nafl namoz bo'ladi, nafl roza bo'ladi, nafl haj bo'ladi yoki shunga o'xshagan narsalar. U bechora johilligidan nafl bilan sunnatni, sunnat bilan vojibni, vojib bilan farzni farqiga bormaydi. Men deydi kechasi buncha rakat namoz o'qiyapman. Shomdan keyin tuhbatir rasul o'qiyman. Choshgohda zuho o'qiyman, boqlayapman deydi. Palonchi payg'ambarning ruhiga o'qigan namozim bor, odam atoga o'qiyman, mamo havoga o'qiyman deydi. Ularning bittasi hech qayerda yo'q. Lekin u g'ururda osmonda yuribdi. Boshqalarni nazar pisand qilmayapti, chunki boshqalar buni o'qimaydi. Ana shunaqa nafl ibodatga berilib, nafl ibodati bilan kerilib, o'zini yuqori qo'yganlarni o'ta johil kishilar deb ataladi. Chunki payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ular shu bilan Allohga yaqinman degan da'vosi borda. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam aytadilarki, Alloh taolo o'zi aytadiki, bandam menga yaqinlashish uchun o'zim unga farz qilgan amallarni qilishchalik ishi yo'q. Alloh bandaga qurbat hosil qilaman desa, Alloh taologa yaqinlik hosil qilaman desa, uni Allohga yaqinlashtiruvchi eng kuchli omil farz ibodatdir. Ana undan keyin vojib keladi, undan keyin sunnat keladi, undan keyin yana keyin vaqti oshib qolsa nafl keladi. Lekin farzni qo'yib, vojibni qo'yib, sunnatni qo'yib, naflga osilib olib, o'sha nafl bilan boshqalardan o'zini ustun qo'yish bu jaholatdan boshqa narsa emas. Imom G'azoliy aytadilarki, ana shu g'ofillarni bittasi tahoratda vasvasaga uchragan bo'ladi deydi. Tahoratni yuvib qilib bo'lib turib to'xtaydida, yo shu yaxshi bo'lmadi, yana boshqa qilaman deydi. Keyin qilib bo'lib, bu suvda shak bor, boshqa bir suv topinglar deydi-da, yana alohida boshqa suvda qiladi. Mana shunday qilib deydi, gohida farz namozning vaqtini ham o'tkazib yuboradi. Vaholanki Rasul akram alayhisolatu vassalam muyassar bo'lgan suvda qilganlar. Tohir suv bo'lsa bo'ldi, pok suv bo'lsa bo'ldi. Lekin u g'ururga ketganidan men hammadan yaxshi tahorat qilishim kerak, hammadan ustunman deganida o'zini o'zi qiynash bilan birga boshqalardan o'zini ustun qo'yadi. Shariatga xilof qilib turib bu ishni qiladi. Agar o'sha g'ururga ketgan deydilar Imom G'azoliy, muazzin bo'lsa